Dars stolingizga o'tirasiz, dars qilishga harakat qilib ko'rasiz. 1 soat, 1,5 soatlab o'tirishga harakat qilasiz, lekin o'qiganingizda samara bo'lmaydi. Nimani o'qiyotganingizni yaxshi tushunmay qolasiz. Endi dars qilaman deganingizda, endi nimanidir o'rganaman deganingizda uyqungiz kelib qoladi. Aniq bu muammo juda ham ko'pchilik hozirgi kundagi yoshlarni qiynab kelayotgan muammolardan bittasi hisoblanadi. Siz til o'rganasizmi, matematika o'qiysizmi, tarix o'rganasizmi, farqi yo'q. Sizga dars qilayotganingizda xuddi shunaqa muammolar barchani qiynaydi. Aynan endi shu videoyimizda siz bilan juda katta qanday qilib samarali dars qilish mumkin degan savolga javob topishga harakat qilamiz. Siz bilan Ustoz Asian School YouTube kanalida Ustoz Ahror Alimjon va siz kanalimizda birinchi bo'lsangiz albatta obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Videoni boshlashimizdan oldin like bosib, ko'proq auditoriyaga tarqalishiga o'zingizni hissingizni qo'shib qo'yishni ham unutmang. Video davomida birinchi o'rinda biz xuddi shunaqa dangasa bo'lib qolishimizga sabab bo'lgan ba'zi bir omillar haqida gaplashamiz. Keyin bo'lsa qanday qilib shu aynan yomon odatlarimizdan forig' bo'lish usullarini sizlarga birma-ketin maslahat berib chiqaman inshaalloh. Eng birinchi o'rinda bizni sabrsiz qilib qo'ygan qisqa dopaminga o'tirib qolishimiz. Biz ayniqsa karantindan keyin Instagramga o'xshagan ijtimoiy media tarmoqlariga juda ham qaramligimiz ortib ketdi. Tinmasdan Reels ko'ramiz. Bo'sh bo'lib qoldik deyishimiz bilan Instagramga kirib Reels ko'ramiz yoki YouTube'ni ochib Shorts ko'ramiz. Haligi ko'rayotgan videolarimiz 30-40 sekunddan iborat. Biz haligini nima ma'no beryapti bizga, qanaqadir value bormi, qimmati bormi, qadr beryaptimi bizga, bu narsa bilan farqi yo'q. Va u qanaqa mavzuda gapirilyapti, buni ham bizga farqi yo'q. Biz har bitta videoyimizni o'tkazib olganimizdan keyin 3 ta video o'tar o'tmas biz qanaqa video ko'rganimizni esimizdan ham chiqarib qo'yamiz. Uni ustiga shunaqangi funksiyalar qo'shilganki, ko'rayotgan videoyimizni olayotgan ma'lumotimizni 2 karra tezligida ham ko'ramiz biz. Biz xuddi shunaqa video ma'lumotlarni ham 1 daqiqaga ham bormaydigan formatda uni ustiga tezlashtirib ko'rganimizdan keyin bizning miyamiz sabrsiz bo'lmay yana nima bo'lishi mumkin? Juda ham ko'plab olimlar bizga shu narsani aytishganki, Instagramdagi Reels'larga yoki YouTube'dagi Shorts'larga umuman olganda qisqa dopaminga o'tirib qolish miyamizning faoliyatini buzilishiga olib keladi. Ya'ni inglizchada yangi termin ham aynan shu yili Oxford lug'atiga qo'shildi, ya'ni brain rot. Ya'ni miyani chirishi. Bu bizni sekin miyamizni chirishiga olib keladi. Xo'p, bizni miyamizni chirishiga sababchi bo'ldik. Miyamiz ko'p uzoq vaqt o'tirib dars qila olmaydi. Uni ustiga xotiramizni ham yomonlashishiga olib keladi. Biz ko'rgan ma'lumotlarimizni, qabul qilgan ma'lumotlarimizni shunchaki ularni qadr qiymatini yo'qotishni boshladik. Nimaga deydigan bo'lsangiz, biz shunchaki videolarni maza qilish uchun ko'ryapmiz. To'ppa-to'g'ri, shunchaki vaqtimizni ko'kka sovurish maqsadida ishlatamiz va shuning uchun ham bizning miyamiz ko'rayotgan, olayotgan va qabul qilayotgan ma'lumotini eslab qolish degan funksiyasini ham sekin-sekin bosqichma-bosqich yo'qotib boradi. Ikkinchidan, juda ham ko'p darslarni bir vaqtda o'zida qilishga harakat qilishligimiz. Biz bir hafta, bir oy davomida hech qanaqa bir progress qilmasdan, dars qilmasdan, hattoki bir varoq kitob o'qimasdan yuramizda, oxirgi nuqtalarga kelganda xuddi shu o'rinda talaba sindromi degan bir sindrom eslatib o'tmoqchiman. Talaba sindromi shunaqaki, talabalar deadlinegacha ularga berilgan topshiriqlarni amalga oshirmaydi, qilishmaydi. Deadline yaqinlashganda 1 soat, 2 soat nari borsa 1 kun qolganda barcha darslarini bittada qilishga harakat qilishadi. Bizda ham xuddi shunaqa ko'pchiligimizda odatlarimiz bor. Uzoq muddat darslarimizni qilmaymiz va oxirida imtihonga yaqin qolganda yoki biron bir juda ham muhim hodisa, voqea bo'lib qolganda biz aynan o'sha darslarimizni qilishga o'tiramiz. Bizda juda ham ko'p darslar bo'lib ketadi. Misol uchun, o'nlab kitoblarni o'qishimiz kerak bo'lib qoladi, yuzlab bir lug'at yodlashimiz kerak bo'lib qoladi, qanchadir bir topshiriqlarimiz ko'payib ketib qoladi, prezentatsiyalar qilishimiz mumkin. Endi haligilarni hammasini bir vaqtda o'ziga jamlab turib, bir o'tirganda dars qilaman deganimizda, bu bizni miyamizni qo'rqitib yuborishga sabab bo'lib qoladi. Bu ham bir muammolardan. Endi keyingi muammoyimiz to'g'ri paytda va to'g'ri joyda dars qilmasligimiz. To'g'ri, bu narsa hamma odamning o'zidan individual kelib chiqishi mumkin. Ba'zi odamlar ertalab turganda zo'r dars qilishadi, boshqalari bo'lsa obeddan keyin dars qilishlari mumkin. Ba'zi odamlarimiz bor, kecha soat 2 da turib ham dars qilishadi. Lekin shu narsani biz o'zimiz uchun aniqlab olishimiz kerak. Biz qaysi paytda o'zi to'g'ri dars qilamiz. Endi keling, yuqorida aytgan barcha muammolarga birma-ketin yechim berishga harakat qilib ko'raman. Birinchi o'rinda dars qilishimiz uchun to'g'ri
joy tanlashimiz kerak. Bu nima degani siz aytishingiz mumkin. Nima, dars qiladigan joy ham bo'lishi mumkinmi? Sen hozir yumshoq kreslolarni taxlab qo'yib, issiqqina ko'k choylarni damlab, bir limonlarni solib, hamma joyi komfort qilib qo'yib dars qilishing kerak deysan deb o'ylayapsizlar. Lekin yo'q. Bizni dars qilishimizda qanchalik komfortimiz ko'payib ketadigan bo'lsa, bizni shunchalik uyqumizni kelish ehtimoli ham oshib boradi. Siz yumshoqqina kreslolarni tayyorlab qo'ydingiz, haligi joyga o'tirganingizda shunaqangi quchoqlab oldi, u kreslo sizni sekin-sekin yelkangizni qoqib alalashib boshlaydi. Undan tashqari issiq-issiq choylarni damlab oldingizga olib kelib qo'ydingiz, qandaydir bir snacklarni to'plab qo'ydingiz oldingizga. Xuddi shunaqa sharoitda ham sizni dars qilish ehtimolingiz koeffitsiyenti tushib ketib qoladi. Shuning uchun ham birinchi o'rinda dars qilishimiz uchun o'zimizga dars stolimizni chiroyli qilib taxlashni ko'rib chiqishimiz kerak. O'tirayotgan joyimiz ozgina sovuqroq bo'lsa ham yaxshi, chunki sovuqroq haroratda bizning miyamiz uxlashdan ko'ra tetikroq bo'lishga moyilroq bo'ladi. Undan keyin o'tirgan joyimiz juda ham yumshoq, juda ham komfort bo'lib ketishi ham shart emas. Shunchaki bir parta yoki stolda o'tirganimiz ham ma'qul. Chunki qanchalik yumshoqroq joyda o'tiradigan bo'lsak, biz shunchalik dangasaligimiz ortib boradi. Biz uyqusirashni boshlaymiz. Va undan keyin dars qiladigan paytimizni aniqlab olishimiz kerak. Biz qaysi kunni paytida ko'proq samaradormiz? Shu narsani o'zimiz anglab olishga birinchi o'rinda harakat qilib ko'rishimiz kerak. Misol uchun, meni o'zim tavsiya bergan bo'lardim. Eng yaxshi dars qilishga muddat, meni o'zimning tajribamdan o'tgan narsa ham bomdoddan to tong otgungacha va undan keyin shomdan xufton paytigacha dars qiladigan bo'lsangiz, juda yaxshi samaradorligingiz ortadi. Aynan o'sha paytda ham miyamizning faoliyati juda yaxshi ishlayotgan bo'ladi va bu ham bir bizga berilgan tavsiyalardan hisoblanadi va o'sha paytlarda ko'proq dars qiladigan bo'lsak, albatta kunimizda, vaqtimizda va dars qilayotgan materiallarimizda ham bizga olishimizda Alloh izni bilan yaxshiroq baraka bo'ladi. Joyimizni taxlab oldik, yaxshi paytimizni tanlab oldik. Endi darsxonamizga kirdikda, stolimizga o'tirganimizda birinchi o'rinda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa chalg'itadigan har qanday vositadan forig' bo'lishimiz kerak. Bunga bizni telefonimiz kiradi eng asosiy o'rinda. Chunki bizni telefonimiz oldimizda turadigan bo'lsa va uni interneti yoniq turadigan bo'lsa, bizga bitta xabar keldimi bo'ldi. Kela qol bir Instagramga kirib chiqing, kela qol bir Telegramga kirib chiqing, nima gap ekan deymizda, haligi telefonni bir qo'limizga olamiz, qarabsizki 1 soat, 1,5, 2 soat hattoki o'tib ketganini ham bilmay qolasiz. Siz bu yoqda nima maqsadda kirgandingiz? Dars qilgani kirganmidingiz? Telefonni o'ynagani kirganmidingiz? Haligi narsa sizni xayolingizdan ham chiqib ketib qoladi. Shuning uchun birinchi o'rinda telefonimizdan forig' bo'lishimiz kerak. Iloji bo'lsa don't disturb rejim yoqib qo'ysak bo'ladi yoki bo'lmaydigan bo'lsa dars qilayotgan xonamizga telefonni olib kirmasdan o'zimizdan uzoqroq bo'lgan boshqa xonaga tashlab chiqqanimiz ham ma'qul. Ikkinchi o'rinda bittada juda ham ko'p vazifalarga o'tirib olishimiz kerak emas. Chunki biz oldindan vazifa qilib kelmayapmiz. Biz bittada juda ham og'ir toshni oladigan bo'lsak, bizga uni ko'tarish juda ham qiyinchilik keltirishi mumkin. Buni oddiy misol bilan tushuntirishim mumkin. Agar siz zalga chiqishni boshladingiz, birdaniga 50 kilolik yukni ko'taradigan bo'lsangiz, bu sizni belingizga, mushaklaringizga juda ham qattiq ta'sir qiladi. Keyingi safar siz umuman zalga qaytmaydigan bo'lib, haligi zaldan chiqib ketasiz. Shuning uchun ham birinchi boshlaganingizda bemalol 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo va shu tartibda sekin-sekinlik bilan u vaznlarni ko'paytirishni boshlaysiz. Dars qilishimiz ham xuddi shunaqa jarayonga o'xshatsak bo'ladi. Birdaniga juda ham ko'p darslarni, birdaniga 6 soat, 7 soat o'tirib dars qila olmasligimiz mumkin. Shuning uchun ham birinchi boshlaganimizda avvalambor 1 soatdan yoki 1,5 soatdan dars qilishimizni boshlashimiz kerak va keyin biz qilishimiz kerak bo'lgan darslarimiz juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, ularni bo'laklarga bo'lib olganimiz yaxshi. Bu xuddi samaradorlikni 21 yo'li kitobida yozilgandek, kattagon bir filni butunicha emas, balki bo'laklarga bo'lib tanovul qilishga o'xshaydi. Keyingi maslahat, dars qilayotganimizda Pomodoro texnikasidan foydalansak bo'ladi. Bu texnika bizdagi miyamizda diqqat rejimi bilan parishon rejimini o'z vaqtida almashib turishiga juda ham katta yordam beradi. Keling, hozir ozgincha Pomodoro texnikasi qanday qilib qo'llanilishini tushuntirib berishga harakat qilaman. Misol uchun, Pomodoro texnikasi bo'yicha biz dars qilganimizda 25 daqiqa ajratishimiz kerak va buni diqqat rejimida o'tkazishimiz kerak.
kerak. Biz boshqa tashqi muhitga chalg'imasdan faqatgina asosiy e'tiborimizni bizga berilgan vazifani to'lig'icha bajarishga harakat qilishimiz kerak va undan keyin 5 daqiqa yoki o'zingizga qarab 8 daqiqa yoki 10 daqiqa tanaffus olasiz. Bu tanaffus mobaynida umuman dars haqida o'ylanmasligi kerak, balki ko'chaga chiqib sayr qilib kelishingiz mumkin. Shunchaki parishon rejimga o'tishimiz kerak. Bu parishon rejimi bizning miyamiz qabul qilgan ma'lumotlarni ozgina sekin protsess qilib olishiga yordam beradi. Xuddi shu jarayonni yana 3 marta takrorlashimiz kerak. Bir marta darsimizni qilib oldik, parishon rejimimizga o'tdik, ozgina dam oldik va xuddi shu yo'nalishda yana bir marta darsimizni qildik, parishon rejimimizga o'tdik, diqqat rejimimizda yana bir marta darsimizni qildik va parishon rejimiga yana qaytdik. Xuddi shunaqa qilib, endi sizni qanchalik darslaringiz ko'payib borishiga qarab, bosqichma-bosqich pomidorlar sonini ham oshirib boraverasiz va bu ham albatta inshaalloh samaradorligingizga juda ham katta yordam beradi. Keyingi maslahat: o'rganganingizni o'rgatishingiz kerak. Juda ham ko'plab ekspertlarga ko'ra eng yaxshi ta'lim olish, eng yaxshi ilm o'rganishi usullari, vositalari degan savolga hammasi deyarli o'rgangan ma'lumotlarni boshqa bir o'rtog'ingizgadir, boshqa bir tanishingizgadir yoki hech bo'lmaganda o'zingizga qaytadan o'rgatib berish degan javobni berishgan. Bu juda ham to'g'ri javob, chunki biz nimanidir o'zimiz o'rganayotganimizda bunga mas'uliyatsiz qarashimiz mumkin. Ba'zi joylarni qoldirib ketishimiz mumkin, lekin agar uni aynan kimgadir o'rgatishni xohlaydigan bo'lsak, ko'proq izlanamiz. Balki berilishi mumkin bo'lgan savollarga oldindan tayyorgarlik ko'rib qo'yamiz va boshqa odamga ma'lum bir mavzuni tushuntirib berayotganimizda ham bizni o'zimiz ham ko'proq, aniqroq tushunib olishimiz ehtimoli ham oshib boradi. Shunchadan bir o'rtog'ingizni chaqiring. Yoki hech bo'lmaganda ukangizdir, singlingizdir, o'shalarga dars o'tib bering. Agar unisini ham imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, oynani oldida o'tiringda yoki hech qanday shunchaki o'tirib o'zingizga o'zingiz qaytadan o'sha darslarni aytib bering. Bu ham juda zo'r samara beradi. Va eng asosiysi, oxirida uyqu rejimini to'g'rilashimiz kerak. Video boshida men sizga bir maslahatni berdim. Birinchi dars qilishimiz uchun eng yaxshi muddatlardan biri bu bomdoddan to tong yotgungacha va shomdan xuftongacha bo'lgan muddat dedim. Shunday qilib xufton paytidan keyin bemalol uyquga yotsangizda, keyinchalik bomdod paytida uyg'onib, haligi joydan keyin darslaringizni qilishda yana davom etadigan bo'lsangiz, uyqu rejimingiz ham joyiga tushadi. Aynan o'sha paytda bizni tanamiz uyqu gormonlarini ishlab chiqaradi va biz uxlamasdan boshqa ishlar bilan o'tkazadigan bo'lsak, biz keyingi kunimizni juda ham horg'in holda o'tkazamiz, ishtiyoqimiz tushib ketadi. Shunchadan uyqu rejimimizni joyiga qo'yib olishimiz kerak. Va xudo xohlasa shu o'rinda bizni ham o'qishimizdagi samaradorligimiz ham yaxshilashib boradi. Va shu bilan yana bir asosiy kichik bo'lsa ham gapni aytib qo'ymoqchiman. Biz ta'lim olmoqchimizmi? Ta'lim olishni boshladikmi? Asosiy maqsadimiz birinchi o'rinda yaxshi niyat bilan boshlashimiz kerak. Biz ta'lim olmoqchimiz, ilm izlanyapmiz. Bizga ilmni berguvchi zot albatta uni izni bilan beradi. Va shu o'rinda bobomiz Jaloliddin Rumiyni bir gapi bilan tugatmoqchiman. Agar Alloh xohlaydigan bo'lsa, bir dona jumla bilan, agar Alloh xohlamaydigan bo'lsa, minglab kitoblarni o'qiganingiz bilan ilm sizga kirmasligi mumkin. Shuning uchun ham birinchi o'rinda niyatimizni to'g'rilaylik, yaxshi ilm izlaylik. Zero u ilmimiz kelajakda biz o'zimizga va jamiyatimiz rivojlanishiga juda ham katta hissa qo'shadigan bo'lsin. Ingliz tili o'rganing, kitob o'qing, shaxsiy rivojlaning, jamiyatni ham rivojlantiring. Bizni Instagramda, Telegramda sahifalarimizga ham obuna bo'lib qo'ying. YouTube'dagi yangi ochilgan bu kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'ying va siz qanaqa paytlarda dars qilasiz, sizda qanaqa muammolar bor, xuddi shularni barcha savollaringizga qo'shib izohlarda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Xudo xohlasa inshaalloh barchalaringga javob berib chiqishga harakat qilamiz. Sizlar bilan ustoz Ahror Alimjon bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.